Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2000-yili 1-oyda nashr qilgan tarixiy roman Eli Dolqunlari. Avtori Abdurahmon Qahar. 2-bob. 2. Oysiz qarong'u kecha. Butun narsalar kechining sirliq qo'yniga g'oyib bo'lib ketgandek ko'zga ko'rinmaydi. Nalardandir ishlamchi yigitlarning mungluq naqshlari kechining sirliq bag'rini yerib uchib kelmoqda edi. Ajab bir zaman bo'ldi olam ko'rgilay deydi, yurakdiki zardab su qonga o'rlay deydi. Shundoq chiroyli naqsh aytgan odamlar bu dunyoning nima xo'vliqini ko'rdi. Mushu naqshlarning ig'izdan ig'izga o'tib to'xtamay aytilayotganiga qancha yillar, asrlar bo'lgandi. Kishilar o'z turmushining qayta tasvirlanib aks etilishini va uning naqsha qilinib yangrishini shunchalik xohlaydiki, ig'izdan tushirmaydi. Ko'ksida kaplashib turgan hasrat tumanlarini tarqitish odamga huzur ato qilsa kerak. Mung bilan aytilgan naqsha mushu mungluq yuraklarga qumga suv singandek singadi va ularni cho'nqur o'yg'umu soladi. Ana, nodam bir bog' quray tiklab qo'yilgan eshikning oldida ashu naqshning ezgu mungida tavirnib turdi. U yiliroqda boyning cho'ng oshxona uyidan qo'rsqini to'yg'izib, o'zining hiliqi kichikkina zay uyiga kirib ketmoqchi bo'lib chiqqan edi. Biroq yiroqdan kelayotgan naqsha mungi uni eshigi oldida to'xtatib qo'ydi. Bolaning kichikkina yuragi siqilgandek bo'ldi-da, uyiga kirishdan yaltiyib, sus yo'ruq ko'rinib turgan juvozxonaga qarab mandi. Nodam eshikni g'ij qilib echib, juvozxonaga kirdi. Gayet uningga burilib qarab, "Men seni boymikin debdiman. Sen kelsan-g'u, azimat yigit", dedi kulimsirab. Qora chiroq juvoz ustidan to'risqa esib qo'yilgan. Qora chiroqdan chiqayotgan qansiq is ichida gayet bir juvozliq qichini juvozning duglak supursida talqon qilyotdi. "Hech uyqum kelgandek emas", dedi nodam. "Birdam o'ltirib chiqay deb kirib edim. Yaxshi o'ylabsan, mening uyim qorong'u bo'lsa-mu, seninkidan keng. Kel, o'ltir." Nodam maylashgan ko'tak ustida o'ltirib, "May tortishni menga o'tib qo'yamsan ya", dedi. Gayet juvoz supisidagi talqon bo'lay deb qolgan qichilarni tutamlab olgan zig'ir mangini bilan o'q to'shkiga haydab, "Beshing omon bo'lsa, jon beqish yo'lini menga o'xshash izlab yurib, bunimi o'rganishga majbur bo'lsan texi. Men sana o'xshash kichik vaqtimda bir juvozchiga shundoq degan edim. Juvozchi, ha, oldirma. Bu tirikchilik sana o'mi o'rishni, xaman tepishni, juvoz haydashni o'rgatib qo'ydi. Yo'qsizlik hamma ishni o'rgatadi. Oldingda sen o'rganadigan talay ishlar bor texi bola", degan edi. U chog'da nima deydigando debdiman. Og'izdan soat chiqqanmi, deganlarning hammasi to'g'ri keldi, uka, dedi. Va "Mana qara, qicha talqon bo'ldi. Ko'zingga ochiq kirgandek bo'ldimi?" deb so'radi nodamdan. Nodam ko'zini yengi bilan ertib qo'ydi. "Ha, ajoyib bir ochiq puroq chiqdi. Odamni ko'zdan yosh chiqaradi ekan. Ochiqini zig'ir manginini bosganda ko'rsan texi. Qanchalik may olsang, shunchalik yishing chiqadi", dedi u nodamning yiniga kelib o'ltirib. "Ot tarlab qoldi. Ozroq dam olsin." Bu juvozxona hovlining bulingidagi ko'na, yo'g'on uy edi. Uning derisi bakmu kichik bo'lg'achqa, kunduzdimi ancha yurib ketmaydi. Shu topda qora chiroqdan tinmay chiqayotgan qop-qora is uy ichiga to'lib, otmu, odammu gunga ko'rinadi. "Bu bir tirikchilik, qo'rsoq beqishning yo'li. Bu yo'lga kirgan ekansan, ko'zlaringdan tartqan maydan jiqroq yosh quyilib tursimu, pashqiqib chiqib ketolmaysan. Boshqalarga bog'lanib qolgan odamning ixtiyorligi bo'lmaydi. Uning ustiga ko'zlaringdan shunchalik yosh quyilib tursimu, u o'z ishing emas, kuchingni arzon bahoda setib yashaysan. Boy yosh to'kmasdinla peshonasidan bir tomchimi tar oqqizmay turibla qo'lini kaynik tutib yurib, sening topgan boyliqing hisobiga samiraydi. Yoshni sen to'ksan, mayni u oladi. Ota bo'lar mushu yo'lda mangan. Amdiki gap, senmi mushu yo'lda mengaveramsan?" Gayet
Nodamni ichi pishiq bola deb o'ylaydi. Nodam gap so'zlarga kamdan kam aralashadi. U xiyolchan edi. Buningdan xili kunlar ilgari mundaq bir ish bo'lib o'tgan edi. Gayet sal kam yarim chelak mayni mayli qapoqqa qo'yib bir kambag'alga beriverdi. Naq shu ishning ustiga Nodam cho'ng oy paltini so'rab kirib qoldi-yu, hech nimani ko'rmagandek paltini ilib ittik chiqib ketdi. Nima qilarini bilmay qolgan Gayet tayinliq Nodam chiqib ko'rginini bayga yetar. Yana bir nim deyishib qoldigan bo'ldik-da. Xayr, bo'pti. Yomoniga kelsa ustimga yezib qo'yar. Deb o'yladi. Lekin shu kamgacha boymu bir nima demadi. Chunki Nodammu ko'rganini boyga aytmagan edi. "Men keyingi vaqtlarda shuni o'ylab qoldim. Qara." Gayet so'zlab sal o'ylanib qoldi. Aslida Nasir Axunning yuraklikligini misol qilib so'zlamoqchi edi. Lekin otasining ismi chiqishi bilan yosh bolaning ko'nglini buzib qo'ymay yana deb o'yladi-da, gapini mundoq boshladi. Ne bir odamlar bor. Nahaq ishlarni ko'rdimi chidamaydi. Hatto beshiga o'lim kelsimi, nahaq ish qilganlarning mayli u shangyu, bag, yomul amaldori bo'lsimi, ko'rgulikini ko'rsatmaguncha to'xtamaydi. Mundoq bo'zak bo'lgandan ko'ra mardonlik bilan o'lgan yaxshi deydi. Rost emasmi? Ana, to'xtini bilasan-ku? U yenidan tamaka xaltasini oldi. Heliqi dumchak mo'mayning bolasi-chu? Ha, bilaman. Oyoq mahallidagi Sharxon mo'mayning o'g'li deysan-ku? Ha, shu. Mana qara, Shamak Shangyuga yillik bo'lib turgan. Oxiri Shangyu to'xtini uni yo'qotding, buni yo'qotding deb to'qinoq balolarni ortib, quruq qo'l yondirib o'tibdikan. To'xti alamga chidamay, "Ey, zolim Shangyu, mundaq qilg'icha bulanchlik qilsang bo'lmamdi" deb Shangyuning yoqasidan opdi. Shangyu zolimligimni amdi ko'r deb bolalari bilan birlashib urib dastlab uni chol o'lik qilib tashlab o'tibdi. Bir oydala o'lib ketdi-ku shu rahmatlik. Nodamning yuragida ichinish o'tlari yenib, ko'zlari yo'g'on ichildi. To'xtining ichinishlik o'limi xuddi Gayetning og'zi burundan turilib chiqayotgan tamaki isidek uning ko'z oldida ro'shan gavdalandi. Bola Gayetning so'zini shundoq berilib tinglashyotdi-ki, Gayet so'zidan to'xtab qolgan bo'lsa-mu, uningdan ko'zini uzmagan edi. "Mana qara", dedi Gayet ochiq tamakini ichiga tortib. "Shamak deganchu bir yovuz bo'ra. Kimgila bo'lsa qopqonni qurib yurgan. To'xti shu chog'da Shamakning qo'rsqini qing'iroq bilan yerib tashlasa bo'lmamdi. Haqqimni bermasang mana deb. Baribir bir o'lim ekan-ku." Gayet so'zini to'xtatib jimib qoldi. Uning yuzlarida birda ichinish, birda g'azab uchqunlari chaqnaydi. Tamakisini kayni-kaynidan to'xtamay sho'rab, quyuq ko'kuch islarni purqirtib chiqaratdi. U ko'ksini ko'tarib cho'nqur bir nafas oldida o'rnidan turib ketdi va qora ot bilan billa yana pirqirashqa boshladi. Juvozga qitilgan qora otning ko'zini qoralata bilan tingib qo'ygan bo'lib, u bir doirani aylanib, ig'ir yuk tortgandek o'rinliq bilan pirqiraydi. U mengishdan to'xtamay yoki birarsidan o'rkimay mengiyveradi. U bir izida bir xil zerikarlik pirqirashda mengiverishni balkim xohlamas, ammo hech narsani ko'rmagani uchun uzun yo'lga tushdim deb mangdigandi. O'q nagidu tegib g'ijirlaydi. Uy ichida ba'zida ochiq, ba'zida sus qansiq va ba'zida odamni xomush qiladigan puraqlar agib yuradi. Ot bilan tang pirqirayotgan Gayet juvoz supursidagi qichilarni o'q to'shikka mang'uzatdi. Ko'zlarini pildiriltib o'ltirgan Nodamning ot ko'zini lata bilan tingib qo'yganiga ichi pushdimi, Gayetdan so'radi. "Otning ko'zini lata bilan tingib, uni ko'rmas qilib qo'ygani qiziq ishkan. Ko'zini ichib qo'ysa bo'lmamdi?" Gayet kuldi. "Ha, iching pushotamdi?" "Rost, ichim pushib ketdi." "Ahmaq bola", dedi Gayet kulimsirab. "Ichib qo'ysa otmangamdi. Mangmay sho'qishib turib oladi. Qarang'uda mang'andin, yo'riqda mangsa yaxshi emasmi? Qara seni, qarang'u bo'lg'achqa meng'iyotidi. Hech nimani tuymaydi. Yo'riq bo'lsa hargiz mangmaydi." Nodam o'ylanib qoldi. Qo'shimisi turilib,
ko'zlari bir nuqtaga tikildi. Biroq u iditliq birər xiyol surgini yo'q. Tengirqash ilikida qolgan edi. Tengirqab qolding ha? O'yla. Atrofingda yuz berayotgan ishlarni cho'nqur o'yla. O'ylanganing yaxshi. Biz Anvar apandiga qaraganda oson oldinimiz. Nimishqa desang, biz nodon. Nodonligimiz ko'zimizga ashu qora latin tortib olganga o'xshash. Hech nimani ko'rsatmaydi. Anvar apandi o'qigan, oq qorni farq etidi. Ko'zi ochiq, hamma narsani ko'radi, anqiralaydi. Har qanday ishning tagiga yetalaydi. Nodam bir narsani tushunib olgandek, yuzlari ichilib, levini tishlab turib qoldi. Uning chiroyida tengirqash bilan o'ylanish alomatlari aks etib turadi. U birdam Gayetning bo'y turqiga qaraydi, birdam hiliqi aytgan so'zlarini o'ylaydi va birdam qaralata tortilgan, ig'ir chamda pirqirayotgan otga qaraydi. Kishilar Gayetni Gayet No'g'ay deb atashadi. O'ttira bo'yliq, qo'llari kuchlik bu odamning yuzlari oqsiriq bo'lib, burutimi, kirpiklarimi sariq, ko'zlari ko'k edi. Uning ustiga u bala chog'lardala Bek Muhammad degan Tatar bayning mushu mahallaga yaqin janglisida 2-3 yil malay bo'lib turgan edi. Yeshi 35ning qarisini elib qolgan Gayet Ahtam bayning ishigida 10 yildan beri ishlab kelyotidi. Shunga Ahtam bayning mijozini, igilik boshqurish ishlarini boshqalarga qaraganda puxtaroq biladi. Atiyozdan boshlab toki kuzgacha itiz eriqda ishlaydi. Kech kuzdan tartib dehqonchilik boshlanadigan mezgilgacha mana mushu juvozxonada may tartidi. U ota-onasidan kichkidinla yetim qolgan bo'lib, tog'asining qo'lida nurg'un mushaqqatlarni beshidan o'tkazib, ishqa pishib cho'ng bo'ldi. Bu bayning ishki oldida ishlab yurdi. Oxiri Ahtam bayning hovlisida uzun yil to'xtab qoldi. Tog'asi bundan 6 yil ilgari dadasidan miros qolgan bir parcha yerini setib, uyda bor narsalarni qetish qurish qilib, uni bir kambag'alning yolg'iz qiziga o'ylab qo'ygan edi. Hozir Gayetning bir o'g'il, bir qizi bor. Xiyol bilan o'ltirgan Nodam helala so'zlangan ishni Gayetning yodiga silib, Ahtambayni shu ishqa aralashibdi, o'limni shamak shangga uzatdi deydi-ku, dedi. Bayning aralashqini rost. Uning aralashi bilan shamak 4 matoni xajlab bir odamning xunidan qutulib ketdi. Fatvochilari taqdirga yulab berdi. Biroq, dedi Gayet Nodamga qarab, men sana bir so'zni aytay. Bizning Ahtamboy nayt qu, to'paqni chimdab o'ltirgan odam. Qarmoqqa nayt adil ko'rinadi. Lekin bayning ishining tigi taktiga cho'kkan odam uni shu chog'da biladi. Sen texi kichik, kelginingga ancha uzun bo'lmadi. Uning qandoq odamligini ko'p o'tmay bilib qolasan. Nurg'un odamlar insobi bor deydi texi. Og'izdan yasal tamidi, ko'ngildan zahar degan gap naq bizning boyga bop keladi. Sening iching pishiq balag'u. Men sana uning insobining tigida qandoq sirlarning borligini so'zlab beray. Bu zamondagi boylarning insobini tushayotgan kun nuriga yana shunchalik yo'ruq qetib qarasangmi, izlab topolmaysan, uka. Sen hiliqi Musallimkam degan odamning o'g'li Qosimjonni bilamsan? Gayetning har bir so'zini zan qo'yib anglayotgan Nodanning ko'z oldiga Qosimjon darrov keldi. Men uni tozi bilaman. Dadamga qapoqda choy apirib etib, ko'tami eriqdan o'talmagan chig'imda meni necha qatim hapash qilib o'tkazib qo'ygan. Duttarmi chalatdi, naqshimi aytatdi-ku. Yodingda yaxshi bor ekan, shu Qosimjon uning qandoq sabab bilan o'lganligini nurg'un kishilar bilmaydi. Gayet yana tamaki o'rab chekdi-da o'z hikoyasiga tushdi. Bu ishqa 3-4 yil bo'lgan bo'lsa-mu, hozir bo'lgandek ko'z oldimda turibdi. Musallimkam ishkilijon edi. O'zi o'g'li Qosimjon. Atiyoz mezgilida bir kuni Musallimkam tuyuqsizla og'rib qolib, 3 kun yetibla jon uzib qoldi. Musallimkamning qo'li qisqa odam edi. Beshiga o'lim musibati tushgan Qosimjon nima qilarini bilmay tamtirab qoldi. Shu chog'da bizning Ahtamboy rahimdil bo'lib o'ttirib chiqdi. Qayg'urma balam, yurt pasboni biz, sening beshingga tushgan kulfat bizga tushdi. Rahmatlik Musallimni
Qanchalik izzat obro'y bilan uzitishni xohlasang, mana men bor. Uning xarajati chog'liqli bir gap. İriq qirida, qo'sh yinida, xamanda qo'g'in tavuz yeb, o'ynab kulib uzivtarsan, dedi. İmam bayga yondashib tamqini qirib, voy voy voy, mana otadarchilik degan mushu. Yaxshi kunda har kim do'st, boy sana boshpanoh bo'lib turganda nimadan qo'rqatding? Sen Musallimning birdan bir o'g'lisan. Do'st dushmanlar oldida rahmatli dadangning izzat obro'yini qil, deb quvvatladi. Shuning bilan Musallimning o'limi yaxshi o'zidi. 7 nazrmo cho'ng o'tkazildi. Kishilar Ahtamboy nima degan xayr saxovatlik, qo'li keng odam ha? Musallimning o'limini xuddi davlatman odamning o'limidek uzatdi deyishdi. Mana shuning bilan o'lim marikasi ham nazr chiroqqa ketgan xarajat Qosimjonni Ahtamboyga bog'lab qo'ydi. Bayning yog'lim so'zlarining tigida nima yo'shirinib yotganligini u chog'da Qosimjon bilmadi. Boshqalarimi bilmadi. Qosimjon har qanday ishqa aplashib turadi. Bir ishqa buyurilsa, shu ishqa yondashib turgan boshqa ishlarni qilib o'tadi. Ahtamboy uni quruq xizmatchisi qilib oldi. U sen hozir turayotgan uyda yetib qopatdi. Qosimjonning qandoq yigit ekanligini senmi bildikansan-ku. U nihoyatda usta duttarchi edi. Naqshinimi qavatla chiroyli aytadi. 30 o'g'ilning sarxil guli edi. Shundoq qilib oradan 2 yil o'tib ketdi. Kunlarning birida boy Qosimjondan ikkinchi xotinni kunlab qoldi. Boyning ikkinchi xotini qo'shqa yezidagi bir kambag'alning qaltis chiroyli 18 yoshli qizi edi. Boyning uningga ko'zi tushib, pulga zo'rlab, majburiy degidek ilib olgan. Shunga qizning ko'ngli sunuq, miskin edi. Miskin ko'ngil Qosimjonning chekkan taridan, aytgan mungluq naqshdan suv ichadi. U oxir Qosimjonni o'lgudek yaxshi ko'rib qoldi. Mana buningdan gumonlanib, ansizlik tushgan boy tanglikda qoldi. Qandoq qilish kerak? Uni qo'rudin qo'g'latay desa, u qiltoqqa tushgan umrlik malay. Uning manfaatidan kecholmaydi. Qo'g'lamay desa, o'zi aram ololmaydi. Texi el og'ziga chiqib qolsa, nomusga qoladi. Boy oxir aql topdi. Qosimjonni yuqorqi jang'iga yutkivatdi. Nodam Gayetning hikoyasiga shunchalik berilib ketdiki, qimirmu qilmay o'ltiradi. Gayet qo'lidagi tugab qolgan tamakisini dastlab o'chirib, hikoyasini davomlashtirdi. Boyning yosh xotini haqiqatan Qosimjonga oshiq edi. Qosimjon yuqorqi jang'iga chiqib ketgandan keyin uning ish qoti texmi lavildab yinishga boshladi. Mana qara, muhabbatmi? Sen texi bilmaysan. Qanchalik qarshilikqa, judolikqa uchrasa, shunchalik chingiydi ekan. Ochliqdan xumorlik yomon deganlar rost gapkan. Yosh xotin payt topsila, boy shaharga yoki yiroq bir yerga ketsila, yuqorqi jang'iga bir nimlarni bahona qilib Qosimjonni ko'rgili boradi va uni ko'rmagicha ko'ngli amin topmaydi. Barganda quruq bordi demsan, tamaki xalta, gul chekkan qo'l yog'liq, ham piyoz sho'pkida qizartib pishirilgan tuxumlarni ilib boradi. Rostimni aytay, uka, menmi bir necha qatam uning sovg'alarini Qosimjonga yetkazib berganman. Bir kuni mundoq bir naschilik yuz berib qoldi. Boy shaharga bir to'yga mangan. U shaharga tushsa 2-3 kunsiz chiqmaydi. Bu vaqtda Qosimjon binamdan mushu qo'riga saman to'shyotadi. Shu kuni kech qilib sen turayotgan uyda qo'nib qopti. Yosh xotin hujrasida to'lg'inib yotolmay, oxir Qosimjon yotgan uyga kiribdi. Boy nimishqidu shu kuni yarim kechida shahardan qaytib chiqibdi-da, ikkisining ustiga tushib qopti. Boshqa boylar bo'lsa shundoq qiladi demsan. Bizning boy hech qanday g'uvg'a ko'tarmabdi. Hay ahmoqlar, debdi boy. Izo tortmay nima qilishqining bu? Ikkinchi bundoq qilg'uch bo'lishma. Har ikkisi o'zlarining omon qilishganliklariga shukr qilishibdi. Lekin boyning ko'nglidan nima o'yning borligini bilmaydi-da. 3 kundan keyin shahardan qozi chiqib, Qosimjonga 100 darra buyurdi. Bilamsan, 100 darra degan so'z, o'lim degan so'z. Qaysi tilim bilan aytay? Shu tayoqdan keyin Qosimjon o'rin tutib yetib qoldi. Uzun o'tmay olamdan o'tdi. Uning hikoyasini anglab o'ltirgan Nodamning ko'zlari yo'g'on echilib, qarabla qoldi va Qosimjonning taqdiriga echinib, cho'nqur tortdi. Gayet tamakisini tutashtirib,
qattiq bir sho'ridida mundoq dedi: shuningdan keyin yurt ichiga Aqtamboy shaharga tushib ketganda Qosimjon boyning ikkinchi xotiniga chiqilg'ili kiribdikan. Xotini varqirab jarqirab yurib boshqalarni uyg'otibdi degan gap so'zlar tarqaldi. Bu so'zlarni boy o'zi tarqatgan. Shuning bilan kishilar tuzkor qilg'or harmi osh berganga musht ber degandek dadasining o'limini shuncha chiroyli uzatgan boyga xiyonat qilganligini qarmamdigan 100 darra halol bo'pti uningga deyishibdi. Ammo Qosimjon o'lib 3 kundan keyin yosh xotin o'zini sugatlik ko'liga tashlab o'lib oldi. Mana ko'rdingmi boyning hiligarligini? Qandoq usullik bilan Qosimjonning beshiga chiqqan ha? Mana qara, misoli sen juvozxonada yetib qopsangmi bo'latdi-ku. Kichikkina jining bilan yolg'izdan yolg'iz ashu gundaxonada yetyapsan. Nimish shundoq o'ylab baqdingmi? Nodam o'ylanib dedi. İkisi bir uyda bo'lsa, gapga berilib ketadi. Ish olmaydi deydigandu. Hep belli aqlinga. Yaraysan yigit. Mehr shafqatlik odamning sana nimishqa ichi og'rimidi? Bu yerda gap boshqa. Birinchidan, ikkisi bir yerda bo'lsa, gapga tushib ketib ish olmaydi deb o'ylaydi. Ikkinchidan, oqshimi atsi bir uyda bo'lgandikin, gayet balini gardankash qilib qo'ydi deb ansiraydi. Nodamning qara ko'zlari texmi yo'g'on echildi. Bu boy deganlar ajoyib bo'ladi ekan. Odamning xiyoliga kelmagan narsalarni o'ylaydi ekan. Bor dunyosi qarab endi bo'ldi demaydi ekan, dedi Nodam o'ylanib o'ltirib, xuddi o'ziga o'zi so'zlayotgan odamdek. Boy bo'lgan siri texmi boy bo'lsam deydi ekan. Kishilarning haqqini olsamlar deydi ekan. Butun asyodi puldi ekan. To'g'ri aytsan, dedi gayet qizishib. Ularchu qara, kambag'allarni hadislar dindan chiqding, kofir bo'lding deydi. Aslida dindan chiqadiganimi, kofir bo'ladiganimi o'zlari. Azbiroy xudo o'zlari. Aslida mehr shafqat, kishilarga ich og'ritish, izo nomus deganlarchu qara. Ularda doğruluqmi tepilmaydi. Apam aytib beradigan, yetti boshliq yalmavuz deganning o'zi ekanda, dedi Nodam. Xuddi o'zi tulkimi chashqan yeydi, to'q tuman yeydi. Buning yeydigini mushlikangu desang, qo'zongni yeydi. Buningmi qo'yib bersang, o'zingni yeydi. Har ikkisi xili vaqtlargacha jim bo'lib qoldi. Odamning bo'yidan bir g'irich egizlikdagi uy ichi jin chiroqning to'lg'inib chiqayotgan qop-qora istin va juvozdan ko'tarilayotgan ochiq bo'stin texmi tumanlashib, odamlarni xiyoliy gavdalarga aylantirmoqda edi. Gayet o'ychan holda mundoq dedi: uningmi yo'lni qildiganlar chiqib qolar. Oyning 15i qorong'u bo'lsa 15i yo'ruq deganlar hargiz bekor aytmagandi. Jimjit kechining bag'rini yerib, har kuni birinchi bo'lib qichqiradigan uni zil xo'rozning ovozi anglandi. Nodam uyiga yenib chiqdi-da, zodila uxlayolmadi. Bu o'ylagan siri bosh uchiga chiqmaydigan allaqandoq chigish xiyollar qo'yniga g'arq bo'lib ketadi. Nodam shundoq chigish xiyollar bilan to'lg'anayotgan chog'da uning onasimu texicha Nosir Axun bilan Nodirni aslab yotadi. Bosh to'xu chillig'ini nakam, azobliq o'y xiyollar bilan uyqusimu kelmadi. Uning ko'zida uyquning ugidiki emas, balki g'azab nafratning uchqunlari chaqnaydi. Oq ko'ngil sadda ana hozirgacha eri Nosir Axunning o'limining sirini, uning kimlar tarafidan, kimlarning yo'l ko'rsatishi bilan o'ldirilganligini bilmaydi. O'g'li Nodirninkini bo'lsa, texmi bilmaydi. Hukumat o'ltirvatdi yoki chiriklar o'ltirvatdi deb yuridi. Hukumatning o'ltirvatgani rost, lekin uni tutib berguchilar kim, o'ltirguchilar kim, bunimi bilmaydi. Biz gapni Nosir Axun bilan Nodirga yo'tkayli. Davomi bor.